yangi tur komediya filmi Eshak o'g'risi. Birinchi qism. Bolalikda yashab o'tgan tinch ham go'zal sahro hech kimga notanish emas. Cheg'ir yo'llarni bo'ylab har tarafga qaytishlarimiz, etsiz eriqning bo'yda ishlayotgan jafokash ota-onalarimizni xotirmay, ularni ansirtib, kapsizlarcha eriq o'z tanglarda taqlab o'ynashlarimiz to hozirgacha esimda. Esimda qilishcha, kimning beg'ida meva pishib o'xshagan bo'lsa, shu bog'da bizning izimiz qoladi. Havo sap, manzarasi go'zal, mushu sahroda mening qiziqarli bolaliqim va hayotim boshlangan. Hamma odamning o'ziga kuchli xarakteri ham mijozi bo'ladi. Shuningga yarasha bizning odam tilga og'siz qiziqarli sarguzashtimiz va laqamlarimiz bor. Balkim sizning bo'lishi mumkin. Bundaqda biz qiziqarli hikoyamizni eshak o'g'irlashdan boshlaylik. Akram! Hoy Akram! O dada o! Ha, bu yoqqa kela, bu yoqqa. Yani nima deydiganda ish qilayotgan tursanmi? Qachonlar qarsi lang tasmdek so'rlab yurgan bu. O dada, Bu yoqqa kela, bu yoqqa. nima bo'ldi? Ha, menga qo'ykanlar g'alab etdingmi? Shu aylab etayotgan tursan. Yani eg'iz g'irishlaysan-ku. Ha, savla bir sanat ekanman. Davonni qarsa meni ish qilib o'rgatgansan. Sen qilib boqsang bo'ldigan ishlarmi shu? Menga mana bu osmon o'rilib tushmo, meni bir qatim ish qilib bo'yrib olmasa, ko'ngli o'nimaydigan dal mening dadam. Boshqalar uni Qosim Maroqchi deydi. Bu bo'lsa, mening eng yaqin do'stim Turg'un, ya'ni eshak o'g'risi. Ho'jon. O nihoyatda oqko'ngil ham yumoristik. Uning qiziqarli harakatlari meni kuldirsa, to'g'ri gap qiladigan mijozi meni teriktiradi. Ho'jon, qo'qitda, sarakala, o'sha. Uning bu qatim meni izlab kelishi hayot sarguzashtamni birdilla o'zgartirdi. Davonni qarsa meni ish qilsa. Komediyalik ham qiziqarli hikoyamiz endi boshlandi. Edem bir ish qilib olsa, mara birdikan, ozdiq bir tepama bikan. Keldim mana. Akram! Oy Akram! O dada, o! Men yig'ilda. Birsi ish qilqotdi, qarab baqa. Dada, ishikni men emas sen asla to'g'ri bo'la. Ishikning qishida o'tirib, meni ishik och deysan-ku. Men yig'ilda. Vay, ishga qiyvadi. Xudi elishvadi. Buni ishni och. Hoy! Kim o? Men Akram adash. Men. Atdiganda ish poqiymasin nimba? Ay, sarangoy. Ergan tish qo'ymadim deyman. Menga saqlab ketdi. Hey, Qasman kam bakan-ku. Qasman kam. Oy, uyda. Qasman kam. Chiqma, chiqtolma. Oyjon. Turg'unaxon. Naga? Akram bilan haliqa nimaga boramiz deyib qo'ygan. Akram bilan naga bormoqchi bo'lgan. Haliqa Akram, nima ko'rgan bo'lgan? Uyga sen keldingmi, men keldimmi? Voy jon, raskabni qilayman. Raskabni qilganda, bizning mahaldagi Potxon turibdi. Potxon dedingmi? Mundaqda. Voy jon. Turg'on. Voy jon. Potxon etizliqdimi yoki o'zdimi? Yuqoriga etiztirib ketdi. Yaxshi. Dada. Endi bo'la. Menga ishim qardoshma chopdim debdi. Nega? Men Potxonni yo'qlab kelay. Bu bo'la. Atizma.
Turg'unning Podxon degan gapini anglagandan keyin dadam joyida jim turolmaylik qoldi. Boshqalar dadamni Qosim Maroqchi deydi. Ammo dadam o'z loyiqida er yo'q, tul ayollarga maraydi. Yo'q, maraydi emas, qaraydi. Mening hech kimdan onam bo'lmag'achqa dadamning bu qilqinimi to'g'ri tushunatdim. Ucho Akram. Bizim bir qachon o'sha dadangdek shapaliqni o'kinamiz deyman. Nima? Ha? Qayta dingni? Men demakchilik Voy bo'ldi qilg'ini. Ama qil. Sen qasdan qilding, ha? Uy, nimani? Podxonni shuncha. Bilib qolsan. Seningcha bu dadamni ozdirishdiki yaxshi planmi? Qosim akam bizning oyak bordig'imizni bilib qolsa bo'lmaydi deyman. Shunga deb qo'ydim. Voy mama, qo'nim saqlab ketdi. Hey, mantiqa alablarimni aytmada. Va qo'yga mama. Voy, Qosim akam. Bizning hozir oldirib mengishimiz Qurbonning uyiga berib, to'y to'g'riliq maslahatlatish uchun edi. Podxonning gapini qilib, dadamni uydan chiqaritish bo'lsa, dal Turg'unning plani. Endi keyingi hikoyamizni Qurbonning uyidan boshlaymiz. Bu filmni Aşkım Sodgoroyi alayda qo'llagan.